Assalomu alaykum aziz do'stlar. Musofirdagi bugungi naviysimiz o'z joyiga olib kelib o'rnatib bo'ldik. Bugungi naviysimizni Toshkent viloyati Parkent tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Shumkali naviys degan bo'lyapti. Buni razmerlari eniga 5 metr bo'lyapti, uzunligiga 10.80 bo'lyapti. Shumkali deyishimiz sababi birinchi qavat kraskalangan faner bo'lyapti, ikkinchi qavatida falga bo'lyapti. 0.5 ligidan, ustiligida 0.4lik tunikamiz bo'lyapti. Ranglarimiz oq bo'ldi, egalarining istagiga qarab. Orasi juda chiroyli chiqdi. Stogilarimiz gullarini qo'yib berdik. Buna bir kvadratini 120 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berildi. Buni kvadratini misol 280 ming so'mdan 400 ming so'mgacha olib kelib o'rnatib berildi. Holatiga qarab, materialiga qarab. Orasida yasirlar, orasida leksanlar qilib berilaveradi. Leksanlarimizni 400 ming so'mdan 500 ming so'mgacha metr kvadrat bo'laveradi. Leksanlar. Orasi juda chiroyli chiqdi. Kimgadir shunday ishlarni keraksa, ekran nomeriga telefon qilaverasizlar. Obuna bo'lmagan obuna qo'yasizlar kanalimizga. Ishimiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.